Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan koreys tilidagi navbatdagi darsimizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugungi o'tadigan darsimiz biron narsani xohlash yoki istashga doir xohish, istakni bildirish paytida ishlatiladigan grammatikalarni sizlar bilan bugun ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi grammatikamiz go shipta degan shaklda yoziladi, faqatgina fe'llarga qo'shiladi va tarjimasi biz ni xohlamoq, nimanidir xohlash degan paytda ishlatar ekanmiz. Kelinglar buni misollarda ko'rib chiqamiz. Hangulge kagu shippoyo. Ya'ni bizni orzuyimizni hozir o'rganyapmiz. Yoki bo'lmasa aytaylik, ko'pchiligimizni orzuyimiz bo'lgan Koreyaga ketishdan oldin Koreyaga ketishni xohlayman. Mana bizda alohida men to'rtburchakka olib qo'ydim. Ya'ni ni xohlamoq degan tarjimani mana shu narsa beryapti-da, ortidan biz yakuniy qo'shimchani qo'shish bilan kifoyalanyapmiz. Demak, Koreyaga borishni xohlayman degan tarjima bo'lyapti. Hop, yana bitta ko'rib chiqaylik. Pabil moku shippoya. Bu so'zlar yo'g'i boyaginde har doim biz ovqat yeyishni xohlayman degan gapni ko'p ishlatamiz. Demak, bu shakl mana bunday yozilar ekan. Ya'ni ni xohlamoq degan grammatikani qo'yish bilan biz bu gapni ifoda qilar ekanmiz. Xo'p, bu grammatikadan qiladigan xulosamiz nima ekan? Asosiy esda turish kerak bo'lgan narsa bu fe'llarga qo'shiladi. Fe'llarga qo'shilish bilan birgalikda ni xohlamoq degan tarjimani olib keladi bu ikkinchisi va biz ko'rgan bo'lsalaringiz hech qanday bir unli yoki undoshga qarab qo'shmadik. Shunchaki fe'lning o'ziga qo'shish bilan kifoyalandik. Juda ham oson shaklda qo'shiladi. Bu uchinchi shakli o'ziga xos xususiyati hisoblanadi bu grammatikamizda. Xo'p, buni yozib olamiz. Keyingi grammatikaga ketdik. Hop, keyingi grammatikamiz ozgina sal o'zida murakkablik topib keladi. Nimaga deydigan bo'lsak, bu bir nechta grammatikalarni, ya'ni boshlang'ich grammatikalarni qo'shimcha, ya'ni bir-biri bilan chatishgan holati bo'lganligi uchun sal o'zgacharoq bo'ladi. Diqqat bilan eshitib o'tiramiz. Demak, sifat bilan fe'lga qo'shiladi. Bu o'ziga xos yana bir xususiyati. Demak, mana bu shakllarda biz o'tgan darslarda nima deb o'tgan edik? Esimizda bormi? To'ppa-to'g'ri. Bu demak o'tgan zamon shaklining qo'shimchasi edi. Demak, shu shaklga biz mana bu shaklni ham qo'shyapmiz. Bu nima degani edi? Esimizda bormi? Myon degani to'ppa-to'g'ri biz o'sha o'ylaganimizdek sa yoki sam gapning egasiga qarab turib sa yoki sam deb aytar edik. Demak, o'tgan zamon shakli kelar ekan. Bundan oldin undan keyin sam yoki sa degan narsani qo'yar ekanmiz va mana bu o'zi cho'xta, ya'ni cho'tta degan so'zimiz bor. Yaxshi. Shunga biz hurmatli shakldagi kelasi zamon qo'shimchasini qo'shyapmiz. Shundaymi? Demak, assimyon chuketda, ossimyon chuketda degan narsa biz yasab olyapmiz. Buning tarjimasi nima bo'ladi o'zbek tilimizda? Sa yoki sam. Men alohida mana buni qavsga qo'ydim. Gapning birinchi shaxsga tegishlimi gap yoki ikkinchi shaxs yoki uchinchi shaxsga tegishliligiga qarab turib bu sa yoki samga o'zgarar ekan. Demak, sa yoki sam yaxshi edi degan narsani olib kelar ekan. Nimadandir umid qilamiz, mana shu bo'lsa, mana bunaqa bo'lsa yaxshi edi degan narsalar. Demak, buni qo'shilishi yorug' qorong'ulik degan narsa o'tuvdik sizlar bilan grammatika. Eslaringda bormi? Demak, o'sha grammatik qoida bu yerda ham ishlaydi. Nima uchun deydigan bo'lsak, bizda o'tgan zamon qo'shayotganimizda o'sha grammatikadan foydalanar edik. Shuning uchun bizda birinchi o'tgan zamon shakli kelayotganligi uchun bu qoida yana qaytadan bizda ish beradi. Demak, yorug' qorong'ularga assimyon chuketda, qorong'u ulliklarga demak assimyon chuketda degan shaklni qo'shib yasar ekanmiz. Kelinglar buni misollarda ko'rib chiqamiz. Onurin amoniga to'ra o'sha assimyon chuketsaya degan so'z bo'lyapti. Mana bu joyda qo'shdik biz. Mana bu shaklda. Demak, qaysi shakl qo'shildi desak, mana bu shaklni qo'shdik. Nimaga? To'g'ri oda degan so'z bilan qo'shilinyapti va biz shi, ya'ni bu hurmat shakli o'tgan darslarimizda esimizda bormi? Fe'l va sifatlarga qo'shilish holati bor edi. Misol uchun shi shaklini qo'shsak, yana ham uni hurmat shaklida olib chiqar edik. Ana shu qo'shimcha qo'shilayotganligi sababidan i bizda qorong'ulik, shuning uchun ossimyon chuketani qo'shib turib, bugun onam uyga qaytib kelsa yaxshi edi degan narsa bo'lyapti. Qaytib kelsa yaxshi edi. Mana bizda mana bu shakl bo'lyapti. Bu yerda gapning egasi ona bo'layotganligi uchun ikkinchi shaxs. Birinchi shaxsga bo'lsa bizda sam degan tarjimani qo'yar ekanmiz, ha? Xo'p, yana bitta misol ko'rib chiqaylik. Chinguga nayega tova chukessamyon chukessaya degan narsa bo'lyapti. Demak, do'stim menga yordam bersa yaxshi edi degan narsa bo'lyapti. Gapning egasi kim bu joyda? Demak, do'stim bo'layotganligi uchun do'stim menga yordam bersa, mana bu joyda cho'da nima edi bizda? To'ppa-to'g'ri. Demak, bermoq degan so'zimiz edi. O'shanga biz nima qo'shyapmiz? U bo'layotganligi uchun yana mana bu shakl qo'shilib kelinyapti.
demak qorong'u ulli qo'shilib osmin cho'kis soya ya'ni yordam bersa yaxshi edi degan gapni yasab oldik. Demak, bu grammatikamizni biz g'ijjalab ko'rib chiqqan bo'ldik. Eng asosiy xulosaviy qismini ko'rib chiqamiz. Demak, asosiy esda turish kerak bo'lgan narsa bu sifat bilan fe'llarning o'zagiga qo'shilar ekan. Qo'shilish shakliga kelsak, biz yorug' qorong'u ulli degan qoidaga tayanib osmin cho'kisa yoki osmin cho'kis soya deb turib yozib, tarjimasini sa yoki sam yaxshi edi deb turib tarjima qilib ketar ekanmiz. Va biz xohlagan o'sha istak yoki xohishimizni bildirish paytida chiroyliroq ifoda qilishimizda mana bu grammatika bizga ancha qo'l keladi. Xo'p, buni yozib olamiz va keyingisiga ketdik. Xo'p, bugunga mana shu ikkita grammatikani ko'rgan bo'ldik. Biz boshlang'ich darajada ko'proq mana shu istak xohishni bildirishda mana shu grammatikalardan foydalanamiz. Endi sizlar bilan uyga vazifa qismi, demak shuqcha. Men advokat bo'lishni xohlayman degan so'zni yozib ko'ramiz uyda. Demak, men mana bu joylarni alohida qilib atayin sizlarga ajratib qo'ydim. Demak, oxirida kelyapti boyagi biz o'tgan grammatik qo'shimchalar. Shu joyga shundoqqina tushadi. Demak, koreys tilida men o'tgan dars undan oldingi paytlarda ham o'zlaring bilganlaringdek koreys tilida tarjimalar deyarli 95% o'zbek tili bilan bir xil holatda qolipda tushadi. Shuning uchun mana shunday holatda biz ishlatib ketsak, gapimiz to'ppa-to'g'ri chiqadi. Demak, men advokat bo'lishni xohlayman degan gap, bugun yomg'ir yog'sa yaxshi edi, otam bilan tog' sayriga chiqsam, chiqishni xohlayman. Uzr, mana bu joyda xatolik ketib qolibdi bizda. Demak, ni xohlayman degan narsani ishlatamiz va otam bilan tog' sayriga chiqishni xohlayman degan narsani biz yozib daftarimizga mashq ko'ramiz. Xo'p, buni daftarimizga yozib olamiz va sizlar bilan yanagi darslarda ko'rishguncha xayr.